أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد bugünkü dersimiz Kitab-ı Bey'al Murabaha. Murabaha sodasızlığımız tovarını paydasını setiş. Biz sodunu payda ediş almaslıq yoki izg'i setiş ya zina setiş ya üç bölge. Bey'al Murabaha paydası setiş, at-tawliya izg'i setiş, al-wadi'a zina setiş. Murabaha yurabihudan kelgan. Üç türlük sodamızı amanet sodası. Yani satqıçıga işini qilib, şunun degan gibi asasen andın üstüge fayda qondurgan yoki izg'i aldigan yoki zina. Bu xuddi bazarning ahvolini yaxshi bilmaydiganlar, ditlanmaydiganlar, shu tovar egisi, ya'ni do'konchiga ishinib, shu ditlab ola oladi deb, u cho'qim qimmat afsanmagan, unisiga manchilik foyda bersa, yana ajini olgan bo'laman deb bundan so'radi. Ecma cumhurul ulema'i ala ennel bey'a sınfan. Onda icma vakin. Soğuz satık iki türlük oldu. Birincisi musavama, bahat alışıp, soğudlaşıp, manşpul biramla, kembula, manşpul katayda, bahat alışıp, aldan soğudu. İkincisi bahat alışışı yok bununla. Sinleşpulga ağan da, manşpulga ağan, eser onun üstüge manşpul payda oraya. Ya ki bana izg'i basla. Ya ki ondan azarak baslan. Bazı açıp ketkeni yanım olsun. Demek bunun da hazır murabaha dediğimiz asli ağam bahadın üstüge azrak payda verip ileş. Asli bahasını hep. Asli bahasını biliş lazım şu. Asli bahasını bilmese yani murabaha olmaydı. Buna tarifini kıptı. وأن المرابحة هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة أشتورنا نجبلغ أغلقنا دكانشة أشخريداغا دبردو ويشترط عليه ربحا ما الدينار أو الدرهم ونغا معلوم مقدارda payda qondurdu. Manşpul paydurla asli mesela 100 go to'xtagan, 100 go olgandim, 10 koy payda asli biray deydi. Yani dinar ve dirhem degeni hazırmada pul. Dinar ve dirhem manşpul üstüge payda biray deydi. Ama yani dinar ve dirhem de qo'yganning bu murabaha sodasınki yani bir şartiga işaret. Mesela bu elingan tovar, cezanı şekillendiğin tovar olup kalsa, mesela buğday, bundan nasıl olup kalsa, bu üstüge payda vermeyi, şu buğdayın azrak avutup verse, burada ribal fadlı olup kaldı. Ya da dinar ve dirhem diye şu pul üstüge cevap veriş gerek demek. Bundan kim bu murabahanın iki şartı var. Rahmekumullah. Birincisi, şu dükkançı asli setvağın baha ini kılış gerek. Aslında bu setuagan bunu bilishimiz lazım. Ondan üstüge pul qondurgan bo'g'achqa bu tigida jazan shakllanmaydigan, ribal fad shakllanmaydigan alatda bo'lish kerak. Ya'ni bir tovar bilan pul mesela. Tovar so'z mesela shu buğday mushnasini qilib, keyin ondan üstüge yana 1 kilo ortiq buğday beray deb qalsa, 10 kilo bilan 11 kilo olib qolib, bu yana bir xil jazani daishga chetlib qoladi. واختلفوا من ذلك بالجملة في موضعين. مش بين المرابحة مناسب لك مسألة إشكي مسألة أصل اختلاف bundan çık mesele var. Lekin ma kitaptan da birkaç meseleni misal qildim o'tkazgan bo'g'achqa chiqqan tanlabdi. أحدهما فيما للبائع أن يعده من رأس مال السلعة مما أنفق على السلعة بعد الشراء مما ليس له أن يعده من رأس المال. Ay dükkançı, yani satqıcı, aşılarsın ağandan keyin, aşı tovarga ma'lum miqdorda chiqinti. Uni yo'tkab eklesh uchun, ya bajgiga, yoki ambachiga, yoki uni pardozlab bir xil paqirtib setish tayyorlash, yoki boshqasi bir qachalash uchun pul xarjlagan. Yo'q, tovarni olgandan keyin buni pul xarjladi bu. Turli chiqimlarni qildi. Sanki bu chiqimlarning qaysini asli olgan baho ketib, manşpulga to'xtagan. Bunun bahası manşpul disi buludu. Qanday chiqimlarni uni qatmaydi. Mesela odatda biz dükkan açsak, asli biz zavod 100 go setib olgan bir ko'nglik bo'lsa, buni shu shaga kelgandan keyin uning pullarimiz, harakash pullarimiz dükkan ochirdi. Undan keyin ba'zida boy to'laymiz masalan. Dükkan ijarasi va shunda chiqim bor. Ba'zi buzuq chiqqan bo'lsa, unga ancha-muncha remont qildirishlar. Endi bo'lgandan keyin asli 100 ko'yluk ko'mak bo'lsa, bunun kira va hokazo asnovi 10 ko'y chiqim ketgan bo'lsa, bu bizga 110 ko'y to'xtagan bo'ldi.
Unkoyni qattiq hozir. Ya'ni qatmaydigan ba'zi chiqimlar bo'ldi. Qattiq bo'lmaydigan. Demak, mushunda tovarni olgandan keyin biz qilgan chiqimning qaysini shu baho qatimiz, qaysini qatmaymiz. 10 ko'y chiqim qilgan bo'lsak, masalan, sizlar pul olgan, men 110 ko'y to'xtagan, 100 ko'y olgan, lekin chiqim bilan 110 ko'y to'xtagan deymiz. Nahotki 110 ko'yning ustiga pul qo'ndirib berish kerak bizga. Foydali sotib olib. Lekin 100 ko'y olgan desak, 100 ko'y 10 ko'y ya 7 ko'y qilib bersa bizga ham bo'ldi. Chunki men 10 ko'yni hajgan. Demak, mushunda chiqimlarning qaysini shu asli ana pulga qatsi bo'ladi, qaysini qatsi bo'lmaydi demakchi. Masalan, ikkinchi o'rin al-mawdu'u thani idza kadhaba al-bai'u lil-mushtari fa akhbarahu annahu ishtarahu bi akthar mimma ishtara as-sil'ata bihi. Dukanchi xaridor yolg'on so'zlab 100 ko'y olgan narsani 110 ko'y olgan deb qolgan ahvolda qanday qilamiz? أو وهمه فأخبر بأقل مما اشترى به السلعة ياك خطأ ولا قبطه يا خطأ يا بها خطأ شبن قبطك يعني بعض الناس يقول لك 90 كيلو 100 كيلو ثم ظهر له أنه اشتراها بأكثر يعني كين قرسا يعني أزد قبطه كين قرسا ونجقرا قبطك يعني أصل 100 كيلو قبطك 90 كيلو أغان در قبطك ففي هذا الكتاب بحسب اختلاف فقهاء الأمصار بابان Muşu beyan murabaha bölümünde fuqahalarning ixtilofiga qarab ikki bab qilishga bo'ldi dedi. El-babul awwal fima yu'addu min ra'sil mali mimma la yu'add. Birinchi bab qaysi narsalar ana puldan hisoblanadi, shuni qatritimiz, qaysini qatmaymiz. Bayatining gap shu. Wa fi sifat ra'sil mal alladhi yajuzu an yubna alayhi ar-ribh. Endi qanda ana pulga, sarmoyaga foyda qatimiz, qandiga foyda qo'shqili bo'lmaydi yoki buning masala bor demoqchi. Masalan, aslida sodini nesi yaptiki. Asli bu malni olgan chaqda nesi yaptiki. 100 ko'y yaptiki, lekin nesi bir oydan keyin bermadi. Endi bu nesi olganlikka nima bildirdi? Qimmatrak olgan. Naqa zaman nesi qilmoqchi? Asli 90 ko'yga naqd sotilgan narsa. Men pulni nesi bermadi deganlik uchun 100 ko'y sotgan. Men 100 ko'yga oldim desa, foydaladigan xaridor nesi oldim desa uning qarta, naqd oldim desa uning qarta nima qildi. Davonkin bunda ahvoldimi, shunda uni bir narsa qilib nima qilamdik yoki qatmamdik demoqchi. Qanday foydalimi, qanday foydalmaydigan gapmi bunda? Masalan, shu nesi qolgan ahvolda bu chaqda uning foyda qo'ndirish masalasi qanday qilamiz demoqchi. Yoki masalan bu 100 dollar gaptiki. Yoki 100 junay gaptikan deydi. Lekin 100 junay shu chaqda junay nechpil ekan? 6 junay ekan, yani 1 dollar 6 junay vaqti ekan. Hozir mesela 6-7 to'lab qoldimi? Navanikim buningda yana farq chiqdi. Navanikim foyda berishda qanday bo'ldi? Yani bu so'zlardir foyda qo'ndirib berish so'zisi. Odatda musavvim bo'lsa, nechunay kuchisi shuna qilaverdi. Lekin asli qimmatini bilishimiz lozim. Asli qimmatini bilsak, undan ustiga pul qo'ndiramiz. Anda dollar ekspres bo'lib nima qilgan chog'da asli qimmatini nimaga asosan bekitamiz? Yana bir masala chiqadi. الثاني في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن. İkincisi bu bayatimizde tuttuk. Şu dukançı manç pulga ağan degan gapida ya ortiq deb sağan, ya kam deb sağan, ya yolg'on so'zgarlikdan yoki xatolashib qolganlikdan, ya az ya kam deb soladi. Endi ahvol bo'lib qolsa qanday bitar qilamiz demoqchi. El-babul awwal fima yu'addu min ra'sil mali mimma la yu'addu. Qaysi chiqimlarni biz ana puldan hisoblaymiz, qaysini uni kirgizmaymiz. Ve fi sıfatı ra'sil mal alladhi yecuz an yubna alayhi ar-ribh. Qanda sarmoyaga undan biz foyda qo'shmaymiz. Agar nesi so'da qilgan bo'lsa, unda sal gap bor. Yoki dollar tegishdi, pulning bahosi izpas bo'lgan chaqilda, ya tuvan ya yuqori bo'lgan chaqda so'da qilgan bo'lsa, keyin boshqa bir baho kelgan bo'lsa, o chaqda biz bergan pul foyda qo'nab, foydasidan qo'lga chigan bo'lamdi yoki u izlashmamdi. فأما ما يعد في الثمن مما لا يعد قندا chiqimlar shu ana pulda hisoblandi degan masala kelsak فإن تحصيل مذهب مالك في ذلك أن ما ينوب البائع على السلعة زائدا على الثمن ينقسم ثلاثة أقسام تحصيل مذهب مالك dedi. Yani demek İmam Malik'ninki mezhebini cehkep hakim. Daha xuloslab shirin chaqilsak demekçi. Muşu meselede İmam Malik'nin mezhebinin xulosasi أنما ينوب البائع على السلعة زائدا على الثمن ينقسم ثلاثة أقسام.
Aşu tovarni ağam puldan sert malning egasi aşu tovarga xejlab qoldigan chiqim 3 xil bo'ldi dedi. Yana u degan shunda bir uzil kelib qoldigan, to'g'ri kelib qoldigan demoqchi. Birinchisi qismun yu'addu fi asl thamani va yakunu lahu hadd min ar-ribh. Birinchi turi aşu ana pulni qaytarilganmiz buni. Shuning qatorida hisoblanadi ekan. Ondan foydadanmi albatta buning qarta nasibisi bor. Ya'ni ash pulmi ana pul o'xshash demoqchi. Mesela 90 köy algan bolsa, 10 köy çıkım kıldımı 100 köy oldu. Yani 10 köy payda vergen bolsa, aş çıkım kıyga 10 köyga 1 köy payda geldi deyin. Haddahu yaki hissatahu deyin yapmış. Ve kısmun la yuaddu fi aslı thaman. Çıkımның yani bir türe bu ana pulu katılmaydı iken. Ve la yakun lahu haddu min ar-ribh. Katılmagan iken onun paydadan mı hiç kanda nesibesi bulmaydı. La yuaddu fi asl thaman. Ya bizdenki la yuaddu. Bizdenki la yuaddu. Kısmın yuaddu, kısmın la yuaddu deb düşünüyorum. Kitabning teksti o'xshash chiqmadi. Aslında yuaddu da yana bir soat gelmez. Ya almash bo'lishi mumkin, ba'zi nusxa xato bo'lishi mumkin. Masalan, siznikida qanday? La yuaddu. La yuadduda ikkisi bor. Bunda. Biznikida bor. Onun için labam yok bunda. İkincisinin kısmın la yuaddu diyenki lanımı ya ve la yekunu ve kısmın yuaddu fi aslı thamani ve la yekunu lehu hazzun min ar-ribh. Anı puldan isavlayımız, anı pul katırtımız, lekin onun payda kelmeydi o dedi. Taza doğru çıkmaydı. Bunun payı çıkmaydı ki ne degen gap var? Kıytırgan bunun payı gelmeydi demek. Katılımın payı gelmeydi. Paydası katılmagan bunun paydası da kaldı. 90 koyga çatsa onu koydu. 90 koyga bir geldi, en 10 koyga yan bir paydı geldi de bana. Belki misal noksak. وقسم لا يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح فأما الذي يحسبه في رأس المال ويجعل له حظا من الربح فهو ما كان مؤثرا في عين السلعة مثل الخياطة والصبغ. Ana pulu qatılıb ketadigan, faydadanmı nesibesi bulduğan chiqim, şu tovarning o'ziga bevosita ta'sir ko'rsatadigan ishlar edi. Masalan, raqni tikkan bo'lsa yoki bo'ygan bo'lsa, ma'inib qoldi. وأما الذي يحسبه في رأس المال ولا يجعل له حظا من الربح لأن اللي بتكلم تور شطاد ولا يجعل له حظا من الربح فما لا يؤثر في عين السلعة مما لا يمكن البائع أن يتولاه بنفسه كحمل المتاع من بلد إلى بلد وكراء البيوت التي توضع فيها. أنا قلت يسألني كان lekin faydadan nasibasi yo'q dedi. Bu onun misali tovarning o'ziga bevosita ta'sir ko'rsatmaydigan, uni sotib olganmi o'zi qilib ketmaydigan ishlar. Sotib olgan degan dastlab sotib olgan kishini demakchi, shu keyin sotaman degadim shu do'konchi yoki. Masalan, juqtaqni bir jutqa o'tkash, mal amonat qo'ydigan saqlanadigan amba yoki shunda joylarni ijaraga berish degandek chiqimlar bu rasm malning qatoriga kirdi ekan. Lekin wala yaj'alu lahu hazzan min ar-ribh. U aslında ustiga qo'yib qo'ygan, lekin buni hisoblashda shu olgan foydani aslidagi ana pulning foydasi deb qaraydi. Balki uni ya yandirishda ya nima qilishda boshqa bir hisoblashda uning cho'qim farqi chiqib qoladi. La yaj'alu hazzan yine şu 90 ko 10 ko xassaq chiqamdi. Uni o'zi otib satmas kerakmi o'shanda shu 101 koy. Yo'q. Masalan aslida 90 koy. Ajbir konlakning bahsi 90 koy. Bunu o'tkash va kazani qilishda 10 koy chiqim qildik. Lekin bizning ispul to'xtada 100 koy to'xtada. Yani biz buni 10 koy foydasidan sotmoqchi. 110 koyga sotibsizmi? 110 koyga sotganimizda shu 10 koy hozir shu 90 koyning foydasi der ekanmiz. 10 koy bu foyda hisoblanmaydi. Ba'zida qo'shib foyda bo'lgan. Yaqinda shunaslar buni boshqa bir ayrib hisoblash mumkin. 10 koy chiqimimizda tovarımızda ben zimmet atabeyse şunu kıymetini aşağı vaqtdan qo'shilgan narsa aytishim. Boyag'andan keyin boyatmamizga foyda. Birinchisida foyda 10 koy 100 koy chiqildi. Ikkinchisida 10 koy 90 koy chiqib 10 chizilmaydi. Shunday. Qadir unda tushunib turaylik buni. Balki keyin ondan uning farqi chiqadigan misollar kelib qolishi mumkin.
وأما ما لا يحتسب فيه الأمرين جميعا أنا puldan mı hesaplamayız o paydadan mı onunla fakat bir narsa tegmeydigan hesaplamaydigan çıkımlar bolsa فما ليس له تأثير في عين السلعة مما يمكن أن يتولاه صاحب السلعة بنفسه كالسمسرة والطي والشد tovarning o'ziga bevosita ta'sir ko'rsatmaydigan yana ishlarni tovar egasi o'zi qilib keta oladigan mush turli chiqimlar ana puldanmi hisoblanmaydi foydadanmi unga hech qanday nimasi yo'q deydi. Masalan tovar qachilabdi tengab ba'zi bir setish ishlarida bidik qilgan bunda bir ahvol bo'lsa o'zi qilgan bo'lsa buni bu chiqimga qatmaydi ekanmiz. Ya'ni ana pulga qatmaydigan kuchgan bu yoki chiqimga. Mesela dükkan şeyhanlıkı maaşını çok katlanır işte. Ya maaşını hem daha başkalarına kıldırdıgan, icari verdiğin diyen dairde kaçış mümkün. Özü kılmagan eken. Lekin şu ağa adam özü kötürüp kaçılap bir saat ağır olapmasın. Bunda kıgaş olsa bunun çıkılmasın bir saat mı yaklaştım. Bununla 10 köy savlayma dep onu beketip. Yani bunu falan yerge apırpagentim. Bunun 10 köy savlayma dep bunda katkıltırsa bulmaydı deyip. Lekin dükançılığa maaş verip kıyganını çaçadan. Demek ki yukarı kısa bu üç türlük ayırış İmam Malik'nin mazhabındaki tefsili karışının kulası ki. Cığın çakılsak aslında üç türlük ayırış ikimiz. وقال أبو حنيفة بل يحمل على ثمن السلعة كل ما نابه عليها. Aş tavarga düşkep kalgan her kanda bir işinin çıkımlarını anı pul katı doğdu. İmam Ebu Hanife'ninki karışına müşunda bayan kılıçın ama yani İmam Ebu Hanife'nin karışı da Esli Hanife mezhebinin kitapları da del bunda emez. Ya da Ebu Hanife'ninki mezhebinin nakli kılıçta azrak dikkatsizlik var. İmam Ebu Hanife deydi nurgun çıkımını anı pulu katıdı. Lekin mesela padişinin çıkımları, doktor çıkımı, özge kıygan çıkım mesela mal ekilimanda pişkirgi bağdı, kira, miman küçüktü mesela. Tamak deydi aş çıkımının hammını da katmaydı. Demek Ebu Hanife'nin karşıda hem çıkımını katı deyen gap to'g'ri emas. Ma'lum nimada 70-80% çıkımını katı dedi. Lekin 20% çıkımını katmaydı degan narsa bor edi. Hepsi katmasına kreditide o mal üçün ketken çıkım bo'lganligidan so'nganda mana o ya İmam Ebu Hanife ma turligini katıdı, ma turligini katmaydı deb turadi. Mesela İmam Malik'in 3 ayırdı. İmam Ebu Hanife'nin 2 ayırgan. Hozir maktabda 2 ayırgan degan gapni o'qitib o'tdi. Unda murabaha mesela muqim talabadagi bartoq tuqqan orasida talashmaydigan. Unda murabaha va savdo hozir 2 xil bo'ldi. Birisi mesela men sizni taniyman. Sizlar nihoyatda usta tijoratchi. Bir tovarni nihoyatda ipida azan alalaylar. Men bozorni ahvolini bilmaydigan bir talib. Ondan sizning do'konga borgan chog'da men kitobni nashb bo'ldi deb qo'ysak. Sizlar 150 ko'ydilar. Men 100 ko'y desam, Qashqarni Do'ppozerdagi bir dastlab sizlarni qo'rqma. Masalan, Qashqar Do'ppozerda 50 ko'yga sotilgan do'ppini 500 ko'y dedi qo'rqma. Şunu biz hizli olan halatda 250 koy, 300 koy deb salımız. Yani kopar gittim bizi kılığı tutup mansak merkezde birdi. Şundan biz 50 koylık nerede 300 koyga algan bulak kılımız. Şundan ben korkap, kana kılma, siz neşik kılığı alganmışsın. Bana izliği bəsler, izliği bəsek bulmaydı, dükkandan çıkımı var. Yani ki, dağısa üstüge ben 10 koy paydı vereyim. Siz algan bahağı 10 koy cevap, bunda bəsler. Yani ki, sizler makul edin. Ben muhakkacım bulak, bu kişi 10 koy paydı vergiden bunun yani bazarın en azını ağını misal doğdap hoşlanıp kettiğini. Bu memnun musavama olduğu imtihanı. Ya musavama diyen, siz asli bana demeyle. Dükkancı mesela bana 50 koy toxtağın da bunda demeyle. Bu namalum. Aşında 500 koy deyler, ben 250 koy, 300 koyda bir desteklam öpsaldığım. Musavama. Lekin bizden tecrübemizde o izliği bəslep tur oldu bazı mesela. Ma'qul davamda izni nech pul olsa dey buni izni beray deb izn desek yana unga boy yana shirpaklar deb turadi. Shuni izni degilmaymiz. Yani hijr qilib turibdi. Kim bo'lar deymiz. Yani izn demay biz kim bo'lar? Kim bo'lar deb turibdi. Xizg'aga keldigan joyda muhaddislar asla deb turibdi. Shu bu yo'l amonat daris kirdi. Yani ishonch masalasi. Yolg'on gap qilgan odamdan men ustiga pul beray deb olmayman. Chunki buni qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Ameliyatdan davomliga qo'yadi. Lekin men ishonch qilsam,
anlanır. Şuna işengen boğaçka bu meselede yalgan gap qilsa bek egiram. Adatda musulmon yalgan gap qilmas kerak. Ayakunu mu'minu kadzaban yaqtidigo. Lekin bir odamning ishonch bog'lab, ashadamga tayinib nima qilgan chaqda yalgan gap qilsa bu egiram. Yoki unda satqisi yo'q odam bo'lsa, izni so'mizlar, to'g'ri kelsa asla bo'lmas qo'yib qo'ysalar deb unuttirgan. Bunu soğuma ya, onu demeyden ben maşgul anlatmakla derslerine kıymet kesin. Ha, çatak yok mu? Ha, hatırcan. Nuhu yalan gap qilish ketmaydi. To'g'ri kelsa oladi, bo'lmas ketadi. Ikki mashg'ul oltin bo'lmas, qanday yalan gap qilib. Yo'q, shu hozir bu manchul olgandan degan gapni qilishmagan so'zning gapi ma'lum. Bahatilish. Yalg'on gapiz bo'lmaydi degan ekan, uning gapini qilmay, yalg'on gap qilib sanmaslik uchun manchul oldim degan gapni qilmay, manchul alamlar, yo'q, manchul biraysi kim bo'lar? Bu misolga. Hozir mana masalani sizlar teng tushuna olinglar. Yani bel murabaha bu nereden keldi, nima uchun? Musavama nima uchun? İşliği taraftan boludu şuna. Qana ishga taraf. Mesela savdogarım ben mançbul ağa mançbul payda versen kırmaya derdi. Yani ya satıkçı mançbul payda verer derse diyende. İşliği taraftan. Musavada Qanda satqıchi unda deydi. Satıkçı mançbul ağantırım da mançbul payda verer biramdadır. Tushundim azizim demak. Qanun demakchi o'g'ini xarida masalan, ma telpinni nechpulga olganlar asli sizga nechpul to'xtagan 500 ko'ga degan ekan. Lazım üstüne 100 koy qilib beray desa bu xarida tarafidan bo'lgan bo'ldi. Endi do'konchi bazda men buni 500 ko'ga olgan, 100 koy foizli basil berman degani bu do'konchidan bo'lgan demakchi. Ya masalan do'konchi 2 koy payda bersam bermaydi shu. Ha shu? Musavada qolganda mi? Yo'q, shu foyda degan gap nima bu? Yanchidan chiqqan pulga qo'ndirish degan bu. Yanchidan chiqqan pul noma'lum bo'lsa, qanday bu foyda hisoblanadi? Masalan 500 koy sotgan bo'lsa, 200 koy foyda degan bo'lsa, 300 koyga to'xtagan degan gap bor. İşliği taraftan durur. Ya buldu. وقال أبو ثور لا يجوز المرابحة إلا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط. Aslında neç pul ağam bolsa, şunç pul anı pul olken. Bunun üstüge andan payda kondur iken. Bunda çıkımını, bunu katılgan işi yok tabi. Mesela sizge 100 koy ağam olsa 10 koy çıkım 110 koy olsa 15 koy payda verse de transferisi bular iken mesela. Aslında neç pul ağam bolsa, 100 koy çıkım böyle 100. 100 koyga çıkım bilen 100 koy. Aslında çıkımsız 90 koy. İşte ama 10 koy çıkım 100 koy. Hani 100 koy dese bulmaydı demekçe bu soru. 90 koy deyse deydi. Lekin illa müfassıl tefsiri noktalasa 90 koyga men asli zavtın ağan 10 koy aşu vakaza çıkım ötkeş çıkım vakaza bilen 10 koy çıkım ketdi. Şonun 100 koy to'xtida. Endi 110 koy basila satıma dese buldu debdi. Lekin undan okumaylam, pumlaplam chandamaylam 100 koy ağantın isi bo'lmaydi dedi. Lekin bu tijoratchi ağanın da dememe. 100 koy chiqim bo'lgan bo'lsa, 100 koy olgan bo'lsa, uni 50 koy chiqim ketgan bo'lsa, ama 100 koy olganda bu foydani so'qib turib deyish mumkin endi. Shu desa bo'lmaydi nima? Ya aynisi hani 100 koy olganmiz, 100 koy oldim mesela. Mesela 50 koy chiqim qilgan bo'lsa, uni hisoblamay turib, lekin foydani chiqarib qo'yish mumkin. Ha mayli, u o'zining ixtiyori. Masalan, foydani tanga 100 koy olgan bo'lsa, 1000 koy sotaman. 900 koy foyda alsang deyish mumkin. Bu mayli. Lekin asli nimani aniq deyish kerak. Üstüge qondirgan pulning o'lcham chegirisi yo'q-ku mesela. Yo'q, uni chiqimi. Mesela qo'y sotishda mesela odat qo'yni bas mumkin bo'lsa bo'lsin 1 million degan ashyo va'da shu sizning qimmat eshib ketgan bo'lsa. Demak, bu Abu Sor deydi, asli ana bahani deysa. Bunun artıq chiqimni qatmaysa, lekin qatman deb qolsam, mavo asli ana olgan pulda buning ustiga manchalik chiqim qilgandim. Muşunlarning hammasi buning pulida, buning ustiga andan foyda olsang satma desa mayli deydi. Ve yufsahu indahu in waqa'a eğer anda bulab qalsa, yani anda pumlaplam tetriflam qilgan bo'lsa chiqimni, bu chaqda bu so'zdan bekor qiladi, inovasiz qiladi ekanmiz. Nima uchunsa qala li annahu kazab. Chunki u yolg'on gap qildi. Yolg'on gap qilganlik uchun bu so'zdan inovasiz bo'ldi debdi. Imom Ahmadning qarashimi shunga yaqin. In waqa'a dini Bu so'da endi tutib qalsa. Tefsiri bayan kılınır. Tefsir bayan kılınmay. Çıkımda ketretiplam, hisablaplam setretip qalsa, keyin andın aşında pumlaplam hisablayotganligi ma'lum bo'lsa, o chaqda oxirida qo'zg'aradi. Endirib berman degan gap. Yani endirib o'tmas. Li'annahu yaqulu lahu thamanu sil'ati kaza va kaza. Chunki o mening tavrimning bahasi manchpul dedi. Kaza va kaza degani masalan 100 koy debdi. Hem de 90 koyga algan bu. Çünkü 10 koy çıkımını ketretip 100 koyga aldım degende gap qildi.
وليس الأمر كذلك أمليته يزكو غمّه 90 كوغا يلغن جاب ما ودي وهو عنده من باب الغش أبو ثونو نزد bu sahtılık dairesi gerekin men gashana falaysa min nar degan daira kerak lekin sen ayırıp degan deydi 90 koy aslan ağın baha 10 koy bunun chiqim qildim mana 100 koy to'xtadi hamda 10 koy yana üstü payda versen 110 koy olsa satma dese mayli deydi lekin unda tafsil demaylan 100 koy ağanman buni 10 koy payda verse bulmaydı 90 koy ağandım 110 koy payda versen vermezdim bizden 10 koy chiqib qo'ygan siz bilib sizga bo'lardi shundaymi ya mayli buldu. Yani o kaydını neşbul kondurur özünün ihtiyarı. O xaridamı kalsa oldu kalsa olmaydı. Çünkü bazı asıl var. Özünün paydası cık kondursun yani azan. Mesela taş. Mesela min koy kaptı ki. Yani bunu 50 min koy 49 min koy payda varsan aslı min koylukta 49 min koy payda varsan satımı olurdu bunu. İlip 2 milyon satır. Oldu. Bu payda çekmesi yok. وأما صفة رأس ثمن الذي يجوز أن يخبر به عند من mançpul ağan der mançpul der sermayeni bir atmakçı bu qanda naslida ağam bolsa aşında atısı boludu qanda naslida onda atısı bolmaydı degandek bir gepki misalını ko'rib bakalım fa inna malikan biz bayatında bu tuqo mesela nah ağammı nesi ağammı yani aşu bahadır dastlabki tovarni olgan baho naqmitdi nesimitdi yoki dollar to'yin chog'da olganmi buni o'rlagan chog'da olganmi qancha pul dollar necha pul chog'da olgan degandek shunday gaplar فإن مالكا والليث قال في من اشترى سلعة بدنانير والصرف يوم اشتراها صرف معلوم mana bu ish kelan unda debdi birse bir tovarni olibdi tilla bilan olibdi dinar bilan olibdi والصرف يوم اشتراها صرف معلوم endi dinar yalnız dollar deb qo'ymasdan shu chaqda dollarga olibdi ekan والصرف يوم اشتراها صرف معلوم shu dollar bilan olgan chaqda dollarning bahsi aniq ekan masalan shu chaqda 6 koy ekan deydi 1 dollar ya'ni 100 dollarga olibdi bu 600 koy to'xtatdi tushunama bu likvidda ثم باعها بدراهم andın bunu tengiga setibdi yoki hozir ko'yga setibdi deylar 100 dollar qoldi 600 ko'yga udul kilitdi shu chaqda endi buni ko'yga sotmoqchi yuanga sotmoqchi was-sarfu qad taghayyara ila ziyada lekin dollarni ko'yga almashtirish sal ortiq almashtirilganga o'zgarib ketdi bu masalan burun 6 ko'y bo'lgan bo'lsa hozir 6,5 ko'yga chiqdi أنه بناء ahvolda أنه ليس له أن يعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها qancha dollarga sotib olganligini demaslik kerak dedi. Yani men 100 dollarga olgan demaslik kerak. 600 koy qimmatida olgan. Deydi, agar 100 dollar desa bu hozir yani 650 koyga olgan degandek bo'lib qoldi dedi. Yani 50 koy farqda qo'yib o'tgandek bir ish bo'ldi demoqchi. Ya şu çalış şu 600 koytamdı. Şu 100 dolar şu 600 koy. Hesap bulduk. Hazır bunda bir noktamdı. 600 koyda hazır 650 koy bulap kaldı 100 dolar. Lekin kaçıda 100 dolar hazır 650 koy olan iken 650 koy algan desem olmaydı. 100 dolar algan. 100 dolar algan desem olmaydı. Çünkü hazır 100 dolar 650 koy. Yani hatta 650 koy alganın diyendek bulap kalsa değil. لأنه من باب الكذب والخيانة يلغنشلك بخيانة والصرف يوم اشتراها صرف معلوم ثم باعها بدراهم başlama ya da asli dinar bilan aldışnama ile keyin tengiga satmoqchi والصرف قد تغير إلى زيادة lekin 1 dollar 6 koydan 6,5 koyga o'sib ketgan أنه ليس له أن يعلم يوم باعها بالدنانير التي يوم باعها دب بالتوقيت sizlar يوم باعها بالدراهم tengiga satgan kunda sizlar بالدنانير التي اشتراها burun olgan tillaning gapini qilmaylar degan 100 dollar olgan desa bo'lmaydi. Bo'lmaydi demak. 100 dollarga oldim desa, xuddi 650 koyga olgandan degandek bo'lib qoldi deydi. وكذلك إن اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير وقد تغير الصرف مثلا 600 koy qapti ekan ama hani keyin 100 dollarga satmoqchi buni masalan 100 dollarga sotibdi lekin dollar bahosi 100 pas bo'lib ketdi.
Çoğun bunun yani bayatın kadar bir asli kıymet emas sal şu pul ketip degandek bir ahval bulup kaldı. $100 aldım dese bulmaydı da degan gap çıktı. Ha? Lekin şu 600 aldım dese bulardı. 600 aldım dese buldu. Ne için? Bu 50 koyun artık alamaydı onu. Şu bu yerde onun gapini kılmadı. Peki o doların kıymeti özgürlüğü degan gap, yuanning kıymeti özgürlüğü degan gap bo'ldi da. Şu vakti özgürmen muhumda şu vakti da $100 600 koy etrafında. King soda yen oldu emasmi? Anikin bu asli soda yen bahsi bo'yicha hisoblabdi. Anikin hozir 50 koy farqlab qoldi demoqchi. Aslida 600 koyni hozir 600 koy tamomlaydi ku vaqti. Tamamlaydı. Bazanın mesulü. Ya o o'zgaradi. Yo'q do'st, u o'zgaradi. Nima bo'lishi mumkin? Buni iqtisodshunaslar tarixli biznes deyish mumkin. Lekin bizning tutumliq muomala qilganimiz shu bir xil pul demoqchi. Masalan, qarzdimi? Sizlar 100 koy olgan bo'lsalar, ular sal eksportsiz keyin 100 koy birlar. O 100 koyning qiymati o'zgarsin. 100 koyga o'xshamaganlar. Yani 100 koy. Unda onikin buningda ikki ehtimollik bor. Dollarning qiymati o'zgargan bo'lishi mumkin yoki bu pulning nimasi kuchaygan bo'lishi mumkin. Ikkalasidan unda bir-biriga chetishib bor. Buni ayirib qarab bo'lmaydi. Lekin sizlar hozir koy bilan savdo qilmoqchi. 650 koyga aldım degandek bunda tushundingizlar bo'lmaydi. 600 koy aldım desizlar kerak. Yoki $100 olgan, shu chaq 600 koyda hozir hamda 650 koy olsang $100 udilkildi. Jan tatman foydalanmagan bo'laman, undan ustiga 50 koy qatib 700 koy bergan desa, bu aniqlab ketdi. Ular tashkilda bayon qilsa, shu almoqchi ittifoq bo'lgan. Ha, ittifoq, sadaq chiqmaydi. Degan tafsili bayon qilib, nima qilishda ba'zida tafsili bayon qilolmaydi. Şu tafsili bayon qilgandikilar odam sizning xijil qilib turib, jan tatqizib qo'yishi mumkin. Ve kezalike nishtaraha bidarahima thumma ba'aha bidananira ve qad taghayyara as-sarf. Koy qolgan bo'lsa, keyin dollarga sotgan bo'lsa-mu, baho o'zgarib ketgan bo'lsa, yani bo'lmaydi ekan. Ularga shunda ya tafsili nima qilish kerak? Yoki shu qimmatida deyish kerak. Masalan, burun 600 koyga olgan bo'lsa, keyin $100 sotmoqchi bo'lgan bo'lsa, hozir dollar 650 koy. Sotmoqchi bo'lgan bo'lsa, bu men shu chaq $100 qimmatida 600 koyga olganda tafsili bayon qildi. Yo'q $100 ga olganimda plan da demaydi demoqchi. Yo'q 600 koyga olganimda plan demaydi ekan. واختلف أصحاب مالك من هذا الباب في من ابتاع سلعة بعروض هل يجوز له أن يبيعها مرابحة أم لا يجوز؟ Yani İmam Malik'in şagirdleri oturdu ıhtılap bakı. İmam Malik'ten belki enik bir nas kemmigen buluşu mümkün. Bir adam bir tavarını setuaptı. Lekin bu tavarını mı aşında başka bir tavar bilen setuaptı. Pul dolar ya yan bilen emas ha? Anladım baş mal mı setuaptı? Tavarlar. Yani şu puldun başka nasıldan. Mesela bir motorunu bir kompüter kaptı. Mesela. Hal yecuz lahu en yebi'aha murabahatan am la yecuz? Endi mushunda bir savdo qilib olgan bo'lsa, buni aslida bir kompyuterga olgan bilan foyda bersan, undan bermadi, buni murabah savdo qilsa bo'lamdi, bu mumdo degan masalada ixtiloflashdi. Foyda qilna bil jawazi, jaiz desak bunda tariqada. Masalan, bir kompyuter olgan, unda onkin sen bir kompyuter appa, mushmalni olgan chap bergan kompyuterdek bir kompyuter ustiga manchpul pullar Yamanda nasiba desi caiz bulamdı bu mu ixtilaf var. Lekin caiz deb qarasak deydi. Fahal yejuzu bi qimatil aradi am bil aradi nafsihi. Bu çağdan daha bir kompüterin şu çağda $10 yaptı. Daha kim aş kompüterden o'zini apirib ondan ustiga pay berish kerak bu yoki kompüter $10'lik ise $10, ondan $100 paysi $100 basin bulamdı. Faqala İbn Qasim İmam Malik'nin çoğun şagirdlaridan يجوز له بيعها على ما اشتراه به من العروض ولا يجوز في القيمة. يقاش كمبيوترن bizden yapasa, üstüge payda versi buldu. Lekin kıymeti $10 dedi $10, ondan $100 payda bunda kısı bulmaydı. وقال أشهب لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيء من العروض أن يبيعها مرابحة. أشهب dedi ya onu murabaha satamaydı. لأنه يطالبه بعروض على صفة عرضه. Çünkü o özü şu bir kompüter aldı duqa, şu kompüter algan bolsa, şu kompüterdek bir kompüterni bir talep qiladi. Murabah degan shu. Yani desmin aynan berish kerak. Unda ustiga pay berish kerakdi. Şu kompüterdek o'xshash bir kompüterni bir talep qiladi. Uning ustiga pul qatadigan bo'g'achqa
bu caiz emas debdi. Bunu infrastruktur kompüterinin Ya bu dedi o kımmeti bilen o bu de zaten çıktım bundan satılmaydı. Murabaha satılmaydı. Çünkü aş kompüterinin aynısı dal tapılmaydı dedi. Şu zamanında aslında bazı tovarlar zavodun geçildi. O'xshash chiqmaydi. Çok biz qanday chiqqan ekan bu aynanni tapılmaydı o'chaq. Lekin o murabaha degan gap hozir bu yerda qo'llashmaydi. Yani foydasini bir beren onun üstüge asli ağam pulunu beren deganki asli ağam pul narsa hozir tovar, pul emas. Bunu bekitilmaydi deydi. Bekitilmaygan bunda ahvolda murabaha savdosi tatbiqlashmaydi debdi. Ve fil galibi leysa yekunu indahu. Ko'pincha ahvolda uning qo'lida unda narsa yo'q dedi. Fova min babi bey'i ma leysa indahu. Şu so'zlashgan chaqda, masalan bir kompüterga bir motor oldi zuqo, lekin bu qaydisidan satgansa bir kompüterni aynan kompüterni berish kerak. Bergandan keyin uni pul yoki boshqa narsa qayda berish kerak-ku. Hozir bu yerda unday qilsam bo'lmaydi, chunki u kompüterni aynan topolmaydi. Yo'q bu. Chunki burunqi avvalda zavod aynan unda chiqamaydi. Egiz pas qisqa uzunlar nasl. Yana birisi Muşna so'zlashgan vaqtingda sen oldin bu kompüterimizni akib qo'yib bunda so'zlashmaysiz. Chunki sizning kompüter qanday kompüterda? Sony. Undan keyin men Sony kompüterimizni akib beray, uni ustiga manipul foyda beray ekan, bu nimaga berib taqildi desa, senda yening yo'q narsani setishga berib taqildi deydi. Xuddi odam setish degan xaridorimiz narsani bizmi kompüterning xuddi foydasi bilan ma'nosini kompüterning foydasini qatib setayotgandek bir ahvol bor. Aslında bizim baydığımız pul. Kompüter bilen fayda biz xaridor satib olmoqchi. Lekin mava xuddan da uni satgandek. Çünkü be'adiya mubadala. ashamlarning qarshida bir qiymatdan setish qat'iy bo'lmaydi ekan. Ibn Qasim taqamda o'qishga satsa mayli dedida. واختلف مالك وأبو حنيفة في من اشترى سلعة بدنانير فأخذ في الدنانير عروضا أو دراهم هل يجوز له بيعها مرابحة دون أن يعلم بما نقد أم لا يجوز؟ Bu işkeylen muşu meselede ixtiloflashib qolibdi. Asli bu dollarga setayotgan edi bir tovar. Lekin dollarga setilib, dollarning o'rnida tovar beribdi ekan. Yoki qo'y beribdi ekan. Yani boğaşmış iken hel yecuz lahu bey'uha murabahatan dun an yu'lima bima naqada am la yecuz. Davam ki aslida sodini bitishgan chaqda dollarga bitishgan bo'lar. Endi $1000 bitishgan bo'lsa, $1000 sanab birdigan chaqda yanında dollar yo'q ekan. Rahvatni maraqni dollarga solib asla yoki xalq puli bor, yana biray debdi. Yani kim ma'qulda bo'pti, endi sodi bitibdi. Bitgandan keyin endi shuni murabahatdan birisi foyda berib setolmoqchi. Setolmoqchi bo'lgandan keyin shu asli sotquchiga biz nim berganligimizni demaylam, $1000 ga olganda bunda setyapsiz bo'lamdi. Aslida bu $1000 bermagan. Yoki yuan bergan yoki araq bergan emasdi. Faqala Malikun la yajuzu illa an yu'lima ma naqad. Ya shu qo'liga topshirib bergan narsani uqtirish kerak, bildirib ondan setish kerak. Masalan, men buningga yen bergandim, dollar emas, lekin dollarga bitishgan. Dollar yanında bo'lmoqqa 6000 ko'y pul bergandim deyish kerak. Yoki 100 litr raq bergandim, $1000 o'rniga deyish kerak. وقال أبو حنيفة يجوز أن يبيعها منه مرابحة على الدنانير التي ابتاع بها السلعة دون العروض التي أعطى فيها أو الدراهم. أبو حنيفة $1000 دبلان ساسبولدو. Ameliyatda o raq yoki yen berganda, lekin bitishda $1000 bitishgan. $1000 o'rnini bergan bo'lsa qat'iy nazar $1000 deb satsa bo'ldi. Qala Malikun aydan fi man ishtara sil'atan bi ajalin. Imom Malik yana bunda bir masalada to'xtatdi. Biladan bir tovarni setyapti. Lekin nisi setyapti. Faba'aha murabahatan. Shuni nisi setib olgan tovarni foydasiga sotmoqchi bo'ldi. Masalan 110 ko'yga nesi setyapti. 6 oydan keyin bir danga. Degan tovar qo'lan uchib qoldimi? Uchib bo'lgan keyin qachchida 110 ko'y mana to'xtagan, ya'ni 10 ko'y foyda olsam 120 ko'yga naqd sotaman desa, bulamdi demoqchi. Annahu la yazu hatta yu'lima bil ajal. Nesi og'alliqni deb qo'ymasa, murabaha sotamaydi. 110 ko'yga og'alliq ras. Lekin asli naqd olsa 90 ko'yga berdi. 6 oydan keyin pul ismarman deganlik uchun 20 ko'y qatilgan edi. Davomdan keyin men nesi olgandim 110 ko'yga deb qo'yib setish kerak. Bo'lmasa 110 ko'y oldim deb olmasasi bo'lmaydi.
Muşu gaplar mana bayatın sıfatı ismal dedi o. Şunun gapları. Nesi ağam bolsa nesi deb qo'yish kerak. وقال الشافعي إمام أبو حنيفة الشافعي بالله إن وقع كان المشتري مثل أجله إن وقع degan soda aşında tutulaptı. Nesi degan gapni qilmay 110 ko'yga ağan timdaplam ko'p setib olibdi. Setib bo'lgandan keyin boshqalar debdi yoki boshqa bir pak chiqib qopti buni nesi ağalliq. Olan ya bu nesi yaptıklar 110 ko'yga naq olmaydiganmiz buni 110 ko'yga 90 ko'yga asıl bo'ldi ekan buni. O'dirib kelgan ekan, bu so'z bo'lib bo'ldi. Qanday qilamiz? İmam Abu Hanifa Shafi'i bu so'zni hamda tuzitiblar mana to'g'ri qiliblar ketkili bo'ldi deb qarabdi. O'ng'ishli bo'ldi deb. Qanday o'ng'ishli ekanmiz? Kan mushtari mitla ajri. Masalan, ashu dastlabda shu 110 ko'yga 6 oydan keyin berishga olgan bo'lsa, bu pulni 6 oydan keyin berdi. Bunu bunda olmaydı iskemde neymiş kıldı. Murabaha degan bu yo'l amonat. Murabaha amonat, rasullik tayinganlar. Siz necha pul olganmi shuni? Ana bu 110 ko'g olgan qiras, lekin nesi olgan, nesi tutishgan. Ana malni nesi tutishganda 110 ko'g berdi. Lekin shuni naq olaydi 90 ko'g berdi. Nor asli qimmati bu 90 ko'gmi? Demek ki sizler 20 ko'g oshirib divog'indek ahvol bo'ldi. Lekin shuning 20 ko'g oshirgan qartasizlar 6 oyda berish jihatdan foydalangan bo'ldi. Lekin odamdan 90 ko'g olib 110 ko'g oldim degandek bo'ldi. Bu mesela Cumhur İttifakı'nda da noksanız. Ya ittifakken. Bunda asası olmaydı ittifak. Lekin aşında bir ahval bo'lib qolsa, tuzitish masalasida Abu Hanifa bilan Shafi'i tuzitib ketgili bo'ldi. İmam Malik yo'q buni zodi bo'lmadi. Müşterining aloqasi umuman Amanet meselesi. Amanet meselesi. Mesela hazır cihat unni 170 ko'yga berdi, tamam? Men de 170 ko'g olgan bo'lsa 10 ko'g paydo bilan 180 ko'g olmoqchi. Lekin sizlar 170 ko'gga naq sotilgan unni pulini 6 oydan keyin bir 200 ko'gga berganda beribdi. Sonra mana sotilgan chaqda 200 ko'gga olgan deydi. Ya'ni ki 210 ko'g beray deb 210 ko'g berman. Nima uchun? 200 ko'g to'latgan ma, naq to'latgan deb. Lekin amlasi nisi to'lagan. Naq to'lagan bo'lsa 170 ko'g qoldigan. Men qo'ylab ketaman. Ular xaridorni qo'yib o'tmaslik masalasi bor. So'zda nahman pul, nisiman pul deb chiqdi. Bo'ldi. Bu ikkining biriga to'xtisi bo'ldi shu. Lekin andazi bo'lmaydi degani qanday shakar? Nisibasizlar 200 ko'y, naqbasi 100 ko'y desa ma'qul deb. Ikkisini birisini bekitmay ma'qul desa, bu so'z so'tilmaydi. So'zda nimaga to'xtadi? Aniq emas. Lekin naq alaymiz 100 ko'yga, ya'ni nisi alaymiz 200 ko'yga desa, tamam. Chunki nisi setish degan durust narsa. Hozir sizning kalbingiz o'tmagan bilan sizlar ashunda xaridor bo'lib oyda qo'ylab kelsak keyin yandirib aytganlar. Bu hamda bu 100 ko'y 50 ko'yning ishlam bo'lmaydi, ba'zi 1 millionning ishi bo'lib qoladi. Ha. Mana misollar uchun da azam naslini misol beryapmiz. Lekin 1 million, 2 million, necha 100 ming ko'yning ishi bo'lib qoldi. Qo'saq og'irib aytilgan gap. Endi o'pirmaydi. bir jihatdan ular deganlar, endi bir jihatdan masalan u nisiylik bilan naqdga qarshi taraf bilan bu yerga aloqasi bor, boshqa aloqasi yo'q-ku uning. Aloqasi bor. Sizlar nesbulga olgan bo'lsalar, sizning manchpul foydalayapti. Sizning azan aloqalarga ishonch qilib, ham rost gap qilganlarga ishonch qilib. Mümkün. Lekin sizlar nisi asılar çokum naqdlardan qimmat Allah'ın. Ben sizni tanıyman. Bu bak zitlab alaylığı, azın alaylığı söz. Mesela koy aldığınlar şunda var. Ustadan var. Bu çokum bazarda azın alaylığı koyunu. Şundan aşı adam ağın mı olsa, biz koy erişine, onun dişini kötürep bakımını umaylı adam olurken aşı adamın kızını mançpul bayatını ağantım ma koyunursa, korkmayması 100 koy, 50 koy paylaşıp, geçti asıl yani biz hatırcam azalı aldık da alırız. Bazarda koyup ketmeyimiz. Ama koşuyor adam olab qalsa, ben mançpulga aptım, paydasızsa, izdiğim olmayın sizde. Size kıymet ap kaldığı adam deyimiz. Bu soğudu işlerde, bunda acık mürekkep nasıl bak. Dükkan mal setep, soğudu beşli ötkedim buna. Bundan düşünür. Dükkanda da bir nasıl mesela, hazır tonluk pul yok, 5 pul, 7-8 pul işip kaldım. Bulup buna tala azalır diyeceğim. Bunu asasen beğenmeydim deyip. Etendim beğendim, bir ketmeyelim.
Şu anda kanalda. Yani bu narsa onda özara razılık qiladigan, keng qo'saqlik bilan meldiydigan sa. Yani sen 9 koy 9'sini deb yozib qo'ydi. Birisini qanday talab qilib uni saqlab turamdik o vaqt zayi. Tashlab turgan gap. Lekin endi ashulig'in nisbatan birisini kam qaz ba'zi bizga sotmay turishi mumkin. Lekin agar biraylar birisini zodi olaman, birisini pulmi yo'q hozir. Ha? Birisini birisini pulmi yo'q. Birisini zodi olaman deb turib o'sha kaydasi vaqtini zayi qilib o'zlanishi. Musamahaga tayinlangan. O az narsani qalilun ma'fun anhu degan deydi. Wa qala Abu Thawr huwa kal aybi wa lahu ar-radd bihi. Abu Thawr bu ayibga o'xshash. Xuddi hamda tovari bir ayib bor kerak. Ha? Ashundan yondirvasi bo'laverdi debdi. Shunda setib qolgan ahvolda yondirmasan nisi yaptgansa buni men olganda deb o'ylab tutganman deb yondirvasi bo'ldi deb. وفي هذا الباب في المذهب فروع كثيرة ليست مما قصدناه. يعني في المذهب يعني إيش هذا؟ مالكي مذهب. يعني مالكي مذهب تا مش مناسب نور ترمقلا. باشق مذهب لدم با البتة. لكن biz ma kitapta قواعد خاراكترلك مثلا بحث قildigan bo'lishqa ba'zi tarmoqlarga va kirib ketmadi. الباب الثاني في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن. Kreditdaga manchpulga ag'antim buni deb asli bani degan chaqda ya kam ya ortiq deb qolgan ahvolda qanda hukm qilamiz, hukmining bo'ldi demoqchi. Vaqtalafu fi man ibta'a sil'atan murabahatan ala thamanin zakarahu. Allah ixtiloflashib qoldi. Bir tovarni murabahatan setibdi. Yani manchpul ag'an debken ustiga manchpul qatayamsa deb payduray deb setibdi. Thumma zahara ba'da zalika إما بإقراره وإما ببينة أن الثمن كان أقل. كينا شو سود فتح بوغان كم مرابحة سود سبولده. 100 koy kaptı ken 10 koy payda verip 110 koy kap tutuştu bola. Bu sod bitkenden ken ya ki başka bir ispat olan asli talonunu kirap kaptı mesela bu. Ya ki öze asli man bunu 90 koyga ağantı dep kaptı. Yani bu asli unda emas. Yani hata baha digerliki ispatlanıp qanday yo'lda ispatlanıptı. Elbette bu aslında ağın bahsi az zaman. Mesela 100 koy diyen bolsa aslında 90 koy. Ve sil'atu qaima. Aş tavar hazır da bahalette. O daha istimal kılınıp bulmadı ya üzere ketmedi ya setlik ketmedi. Mesela şu bir konekni ağın bolsa 100 koy ağantım tuttu 10 koy paydır 10 koy kaptım ha. Öyle 90 koy kaptıken bu. Andiken şu konek bahadır aldığımızda. Kolumuzda var. Lekin bu konakimizni elib lan birisi hediye qilib o'tdik, bir shayga ivatib o'tdik ya o'zimiz kiyib lan buni kiygan qilib o'tdik masalan. Ya tamoq qo'ygan bo'lsa yeb o'tdik. Menda bo'lib qolgan chaqda bu qoyim emas. Lekin men qoyim holatini bir bayon qilamiz. Shu tovar aynan bakin. Faqala Malikun va jama'atun al-mushtari bil khiyar. Bunda ahvolda shu setib olgan kishi ixtiyorlik bor. İmma an ya'khudha bis-saman allazi sahha ya to'g'ri bo'lgan asli haqiqiy bahasi bo'lgan shu bahani hisob qilib turib oladi. Asli 90 ko'ymidda. 90 ko'y, uni 10 ko'y. Hozir yerda 10 ko'y degan gap bor. Asli 100 ko'yga 10 ko'y foyda bergandim. Shunami? Har 10 ko'yga bir ko'ydan foyda berganmidan, unda onkan hozir 90 ko'y desak, 9 ko'y foyda bo'lgan. 9 ko'y keldi. Ya'ni bu 99 ko'yga olaman. İmma ya'khudha bis-saman allazi sahha. Mana shu haqiqiy bahasini hisob qilib turib oladi dedi. Aw yatruk. Yoki bu da olmayma deb yondiradi. İza lam yulzimhu al-bai'u akhdaha bis-saman allazi sahha. İza lam yulzimhu al-bai'u degan yo'q zada olsan deb turibmisan do'konchi. Mesela men 100 koy debkenman. 110 koy olib chiqgan. Endi hozir 90 koylikqa ini qoldi. 90 koy bahasida şu bo'yicha olasam buni yondiradigan demay 90 koygandan qattigan foydani qetib al. Sen qo'ylab ketmadingmi? Hech qanday saqchilik qilmadi. Sana ziyon chiqmadi deb turoldi ekan. Anda turgan chaqda mayli. Va in alzamahu lazimahu. Bu chaqda as bo'ldi deb. Imom Malikning qarashi bu, ha? Ammaslikqa shu sotuvchi ham shu asli bahoga foyda olsa deb turolmasa bo'ldi. Turolsa hamısı bo'lmaydi demek ekanda. Ya mesela unda zat alsan da turolmay, umanda yondirib bersan, yondirib ber. Bo'lmasa ixtiyoring deb tursa, o'zi xalqini qildi. Lekin yo'q zat alsan, umanda qanday qilma, hozir unda mal setib bo'ldim, bugun unda mal qamda ata aytdim, nima qilamdim bu degan. Bunda bir gapni qilsa, bu chaqda
aldı lekin asli to'g'ri baho bo'yicha aldı debdi. وقال أبو حنيفة وزفر أنا مش أبو حنيفة وزفر degan gapda masala bor. Hanifi mazhabini naql qilishda masala bor manda. Yani fi mazhabning kitoblarida Abu Hanifa va Muhammad, Abu Yusuf İmam Shafi'ning qarashidan billar. Zufar balki Abu Hanifa bilan biladi, lekin uni o'qimaymiz. Xuddi bu yerda Abu Hanifa va Zufar desa Muhammad va Abu Yusuf boshqa qarashdi deganda tuyulib qoladi. Lekin Abu Hanifa va Muhammad balki Zufarning bo'lishi mumkin. Men Zufarning qarashini fi mazhabini ko'rib boqmadim. Lekin Abu Hanifa va Muhammad ikkidan mush qarashdi bo'lgan. Balil mushtari bil xiyar alal itlaq setvaguchi ashkarida mutlaq ixtiyorlik bor. Mutlaq degan gap ma'noyati nima gap ma'nosi? Bir qancha shaklni o'z ichiga olishi mumkin. Mutlaq deganimiz bayatni duqqo malikning usta. Asli to'g'ri baho bo'yicha elish yoki undirishdir. Bu yerda shu tutishgan bahoda, shu qimmat bahoda oladi yoki undirishdir. Bu to'g'ri baho deb senga yo'qon. Mutlaq degani shu 110 ko'yga 100 ko'y oldimda 90 ko'y olganni. 100 ko'y olganda 10 ko'y foyda qilib 110 ko'y deganmi? Yo 110 ko'y oladi yoki undiradi. Xalsan al, xalsan undiradi deymiz. Alal itlaq degani shu. ولا يلزمه الأخذ بالثمن الذي إن ألزمه البائع لزمه. Aç dükançı nimaga ilzam qildi hozir? Yo'q, to'g'ri 90 ko'y bo'yicha ol ma'qul. Men xato bo'lib chiqib 100 ko'y degani yondirib turman deb turolmay 90 ko'y ol. Bunda nima qo'ylab ketishwa deb turoladi-ku. Ashunda da elish majburiyat yo'q. Balki endi xolisa oladi buni. Lekin yana xolisa 110 ko'y oladi yoki yondiribdi. Pishqil tanlashva degandek bir. O'xshamaydigan yeri shu. Yuqorida in alzamahul bay'a bi thamanil haqiqiy wal fa'ida lazimahu degan. Bu yerda ya bu balki endi ishni qilsam sen yolg'on gap qilib qo'yatding. Ammayma deb turuli shaqqa bor. Yo'q, mush Abu Hanifa va Muhammadning qarashi Imom Ahmadning qarashi shu. Imom Ahmadning kelgan bir rivoyatda shunda qaragan. وقال الثوري وابن أبي ليلى وأحمد وجماعة. هذا أحمد دينا يعني بالرواية. إمام أحمد تشكي روايته. بلادته بل يبقى البيع لازما لهما بعد حد الزيادة. يقاشو حقيقي بها أيام بغاني كم شنو قايدنا كتبلان مجبور إلشكرك بنا دبتو. Lazım olur mesela 100 koy depçiler esir 90 koy çıktı. Onun üzgü alıda 10 koy payı saygan olur mesela. Sen 9 koy payı vardı. 99 koy çok ilişkin gerek. Man kımmet dep durup sen kımmet dep duran yok mana. Hazır sen razı olan nöze buldum ha o. Da tamamız demek çekin. Ve ani Şafii el-Kavlan İmam Şafii'den iki xil qarash kepti. Birinci el-Kavlu bil-Xiyar mutlaqan bu İmam Abu Hanifa'nın qarşı. Tamam? İmam Abu Hanifa'nın qarşı hazır İmam Şafii'den bir söz şu o'xshash. Vel-Kavlu bil-Luzumi ba'dal hadd. Ma bayatanqi İmam Thawri ibn Abi Layla ve Ahmad ve Cemaat degan qarash şu. Bu yana bir qarash ekan. Mush qarash hazır İmam Şafii'nin ikkinchi qarashi va İmam Ahmaddan bir rivoyat, İbn Abi Layla Thawri'dan kelgan rivoyat, İmam Abu Yusuf'ning qarashi. Hanafi mazhabida. فحجة من أوجب البيع بعد الحط مش أبو يوسف نامس إمام شافعي نمبر قرشة مش الثوري وابن أبي ليلى نقرشة زيادة بتشتري كان أن المشتري إنما أربحه على مبتاع به السلعة لا غير ذلك bunun tayangan delili bu xaridazır dükançı aslında neç pulga algan bolsa şunun üstüge payda verip algan değil. Bundan artıq nərsini bəməydiğən qalını qıyğa. Falamma zahara xilafu ma qal. Onun diginin əksi çıxıb qalğan, başqa çıxıb qalğan ekan ahval. Vəcibə an yerci'a iləllazi zahar. Yani eniq bolğan aşu haqiqiy bahaga qaytish lazım boldu. Asli bu haqiqiy bahaga razı bolğandı başda. Lekin xata çıxıb qalğan ekan, hamda aş eniq bahaga qaytimiz eniq bahani qabul qilish kerak. كما لو أخذه بكيل معلوم فخرج بغير ذلك الكيل أنه يلزمه توفية ذلك الكيل. Bu kıyasın ibaret ma delil. Bunun delili adı kıyas ki. Bunu başka bir nimege kıyas kıptan. Bu nime ise mesela ma yağını ma yer kemçen deptan da. Lekin kilo değil mesela yerletir. 10 kilo yağ dep aptı. Lekin 10 kilo dep bunun yüzgöy bir ihtimal. Yani karısa bu 9 kiloluk ki. Kem bu. Yığınız kem çıktı dep. Öndürütüven dep duranmaydı. 1 kilonu üstüge koyup birdi. Hep gidip
Nağınken mağınımı 110 köy dep qalğan, lekin əməliyat 90 köy olğanken 90 köyge əkəgənken maqul iş kerek onu. Xuddi mağında 1 kilosunu toluqlap barsa maqul iş kerek bolğanda etmiş. Ve hüccetu men ra'a annal xiyara mutlaqan. Yani İmam Ebu Hanife ve Muhammed, İmam Ahmed'in bir rivayet, ama İmam Şafii'nin bir söz. Bunun delili teşbihul kezibi fi hadil mesele bilay. Bunun delili mi kıyas mı? Teşbih neden ibaret? Kıyas. Teşbih diyendikiler mi kıyas? Ne mi okşayken buna? Uşalğançılık ne? Aşı tavariki eyipqa. Mesela biz bir konak aptık, bu üzeri eşitlik çıktı, ya tüş çıktı, ekepegin okşaş. Kalğan gap qısalıqlan bu bir eyiplik iş oldu ekan. Yani annahu kama yujibul aybu al-khiyara mana. Xuddamda eyiplik chiqib qolsa, yandırıtish ixtiyorligi kelganda, kadalika yujibul kadibu. Yalğançılıkmı xiyarni keltirib chiqirdi deydi. Şunç buldun Yukarı kılan es-sil'a qaima. Şu tavar hazır ba, saqaltıdı gap. Hem de o hediye qılınıp ketdi. Vesi bir vattoq, iki vattoq, üç vattoq, iyi vattoq mesela. Şiltilip o narsa tavar yok. Lekin tavar yok çağda ne yapıplan? Bizden aslında bir yalan gap qo'yib o'tganligi ma'lum bo'lib qoldi, bizni qo'shimimiz bor edi. Tamam? Lekin undirib tursak o narsa yok. Hozir hamda qanday biz taraf qilamiz? Ahmadning qiyosi chiqdi, Imom Shafiining qiyosi. Yes. Çünkü bu yer nasıl yok. Nasıl olmalı ki kıyas kılsa mecbur oldu. Nasıl hemen birlik gelse okşasın kıyas. Ya şu sila oyunuz tefekkür kılsa usulları okşamaydı. Sila başka narsa kıyas tutup lan dediler. Ben başka narsa kıyas tuturmam dedi. Yani bu kayısındaki kıyas kamlaştı. Ma'nın kıyas ma'al farık mı diye şanının başkanının işi. Ve emma idâ fâtetis sil'an. Bu sil'an da koldan getip kaldı. Yok hazır. Bunda oldu çoğu. Fekale Şafii, Şafii, İmam Ahmed, Thawri, İbn Abi Leyla, Müşulun Hammesi, tabtu yuhattu miqdaru ma zâde minetthemen. Şu biz bayatın 100 koyuğu değişip çıkarken, asıl 90 koyuğuken dedik o. Şu 10 koyunu çürütümüz. 10 koyunu kaytırıp durduyduk hazır ha. Yuhattu degen hazır. Kaytırıp durdu dengel. Aşının çürütüdü dengel. Ve ma vacaba lahu minel ribh. Aşı 10 koy. Hazır biz 10 koyunu kıskarttık mı? 10 koyununki üstüge konduğun paydadan nesibisi var dedik. Nesibisi var dengelden hazır para çıkartırdı. Mesela 10 koy. Bu 10 koyunun paydası bir koyda. Dağınki 11 koyunu kaytırıp biriş gerek. Bak, o konularını kiyip boğan bolsa, tamamını hep boğan bolsa, kuskunuz ağırsa, ondan dükkançının barıp uruşurkenimiz. Uruşkanlıkken 11 köyünü kaytırıp verse, ondan çıksızı kessek bulduk. Ve ma vecebe lehu diyene, vecebe lizziyade minel ribh. Yani bi hissatihi minel ribh desek takımı. Ve ma vecebe lehu ve ma vecebe lihazel miqdar minel ribh. Hem de lahuna bu muzakkerken ziyadeye manas da travmatikler uçan. Ve kâle Malik, İmam Malik dedi, in kânet kıymetuha yevmel qabdi ev yevmel bey'i ala khilafin anhu fi zâlik. Ma cümleyi katkı dikkat kılana. Ala khilafin anhu fi zâlik diyen kısturmu cümle. Şıksızlıkın işe koyulmuş. Şıksızlık koymagandakiler mi çatar sıkıdı? Şıksızlık var. Koyulmuş. Şıksızlığını çıkıp koyup, anda yevmel qabdi ev yevmel bey degan müşahada şıkıl rivayet kıldı. Yani İmam Malik'in adır yevmel qabdi deb kelgan rivayetin ba, yoki yevmel bey deb kelgan rivayetin ba. İmam Malik'in bunda şıkıl kep kaldı demek için şart. Ala khilafin anhu fi zalik. Mesela in kanat qimataha yevmel qabdi misle ma vazenal mubta diyendik. Misle ma vazenal mubta'u ev aqalla. فلا يرجع عليه المشتري بشيء. Bunun negen gap? Qaytıramaydigan gapda. Xaridor ziyon chiqmas qaytiraolmaydi. Müşteri demek. Ya da vazana degan diqqat qilma. Vazan degan tengi tillarni misqallab qilishmi. Tovarni kilolab bilishimiz ha? Hozir mubta degan müşteri. Xaridor hozir aş tovarni olgan chaqda 2 misqal oltin yoki 10 gram tengi deb misqallab berdi. Shuni demakchi. Bo'lmasa tovarga ketib qolsa, jinglab olganda bunda tushunib qolamiz. Yani shuni sotib olgan chaqda yoki topshirib olgan chaqda, ya'ni hozir topshirib olish bilan sodini qilgan chaqninki ikkisining baho egizib so'rash farqi bor. Masalan biz aytganda
so'zini qildik. 100 gram kumushga deb masalan. Endi topshirib olgan chaqda bu kumushning ba'zi izbasi bo'ldi. Qo'limizga tovarni olgan vaqtimizda, masalan, dollar kerakda masalan. Dollar 6 koy chaqda so'zini qilishdik. Ham shu tovarni qo'limizga topshirib olgancha kesh topshirib oldik. Topshirib olgan chaqda bu dollar hozir 6 koydan 6,5 koyga ketdi. Hem de şunu kıymeti, yani ahir berip hem de biz kolumuzga, İmam Malik'in kelgan iş kılıp var. Koluğa tapşırıp algan çağda dep mi keldi? Yani soğudunu kıygan çağda dep mi keldi? İmam Malik'in iş kılıp var dep koydum yani. Mesela şunu algan çağda, aslında 6 koy çağda aptikemiz. Keyin 6,5 koyga chiqadi. Keyin yana biz ikkinchi xaridaga shu murabaha satilgan chaqda, ya'ni shu 6 koyga chiqib qolgan bo'lsa, yani izbasolar yana shu birinchi shu dastlabda shuni sotib olgan baho shu bahoga kelib qolgan bo'lsa demakchi. Mesela dollar 6 koy chaqda 6 koyga olgan deydi. Keyin 6,5 koy, 6 koy 8 mo 7 koyga chiqib, yana ondan biz yillik foiz olay deb tushgandan keyin biz ag'a vaqtimizda pul bergan vaqtimizda yani şu 6 koyga kelib qolgan bo'lsa, yoki undan azroq bo'lsa, asli jiq bo'lsa, nima qo'yib o'tgan bo'ldi biz. Lekin az bo'lsa, bizni qo'yadigan u cho'qim o chaqda ya sotmayman deydi yoki mayli deb sotadi. Lekin biz uqmay qilib ziyon taqdirga ahvol bo'lmaydi. Biz az bergan ekan. Zaman yoki tang bo'lsa-mu mayli qo'yib ketish yo'q. Fala yarju alayil mushtari bir şey. Unda unikin uningdan biz narsa qaytara olmaydi dedi. Ben tushunish bo'ldimi? Masalan 60 koyga olgan buni. Shu ko'ngilda 60 koy olgan. Lekin bu 70 koy oldim deb turib oldi. Va go'llab sotdi. Tamam? Ondan biz u ko'ngilga boshqa diaqli qo'limizdan chiqib qoldi. Demak, aslida biz necha pul berdik bunga? 70 koy. 80 koy berdik. 80 koy berdik. 80 koy bersak, lekin mushu 80 koy hozir xuddi shu odamninki asli bergan 60 koy bilan uni 10 koy qolsa 70 koyda ash 70 koyga tanishib qolgan pul bo'lsa, u chaqda biz narsa cho'ltamaydi. 80 koy qimmat 70 koy. Demak, yani mushu asli olgan pulga shu azroq foydani, o'zi rozi bo'lgan foydani qaytarib olgandeklan bo'ldi. Yani bu ziyon tortmagan bo'ldi. Aslida udil kelib qolsa. Bu bak murakkab ko'plik bu. وإن كانت القيمة أقل يخير البائع بين رده للمشتري القيمة أو رده الثمن أو إمضاء السلعة بالثمن. Endi dastlabda olgan nima to'yin bo'lsa, aslida 60 koy olgan dedik qo'ymasdan. 60 koy bu 60 koy shu char 60 koy keyin biz bergan shu nimadan asli uning qiymati to'yin bo'lsa dedi. Asli bu 50 koyga to'g'ri kelgan 60 koy ekan. Bu ahvolda bu setvauvchi, murabahatan setvauvchi ixtiyorlik qilamiz. Bayna raddihi al-mushtari al-qiyma. Shu arliqdagi nimani qaytirib bersa mayli deydi. Arliqdagi farqni. Shu sotquchi va xaridaga arliqdagi farq qiymatini qaytirib bersa bo'ldi deydi. 10 koy farq olganmiz 10 koy emas. Aw raddihi thaman. Aw raddihi thaman degan pulni qaytirib berdi demakchimi? Imkon qiyma aqalla. Senkida aktarmi? Ya aksar o'z to'g'ri chiqqanda to'g'ri. Chunki oyatda av aqal deb chiqdim deb bo'ldi emasmi? Bu yerda imkoniyatli qiymati aksara desak to'g'ri ekan. Çünkü başta Müslüman vazn mubta' av aqalla dediş ama yani imkan qiymatuha Müslüman vazn mubta' Müslüman dafa'al mubta' min al-fulus demek şey. Av aqalla degani bir qitim chiqib bo'ldi. Endi va imkoniyatul qiymatu aksara desak to'g'ri chiqdi ekan. Qaysonda aksar ekan? Nima? Buni bak to'g'ri nisbatidir. Va imkoniyatul qiymatu aksara shu chaqda bergan 60 koy ki madem bergan 70 koydan qimmat bo'lsa, o'sha ixtiyorlik bor edi. بين رده للمشتري القيمة أرتقنا بشيء أو رده الثمن يا كي بدون فلوسنا قاعد بردين قندا يبون ثوارنا فلوسنا قندا قاعد تروتو بين رد المشتري القيمة ديله هذا مشترينا قلده ثوار يوق شلت بوغان للمشتري ما المشتري المشتري سك ثوار شخص عندك تولدون بين رد المشتري القيمة شلت بوغان ناس بوغان لكن أي نسخة قاعد رمان لكن onun kıymetini قاعد تردون ya aşı neşpulga doğru kıldı pazarda meşgul. Aşı pulna kaçıp anında uzun konuşmadı. Av raddi tamam diyen müşün şu iken. Kadir malum onda şun sekul. Beyne raddil müşteri el qiyma av raddi tamam diyen ma kıymetini qıpırda aslı tölgen pulunu qaytırıp durdu diye bunda düşünsek doğru çıkdı.
mush avamas vav bo'lishi kerak. Shu setvachi bu ahvolda narozi bo'ldimi? Ko'ngilda eshitib bo'lgan. Mushkullarni hozir bozor nisbo ko'ngilni o'zini qaytarmagan ekan, ko'ngilning qimmatini qaytardi. Agar metlav bo'lsa, undan aşağı o'xshash ko'ngilni turdi. Mesela hozir ko'ngilak bozor nisbo manch pul. Shu manch pulni qaytarib turdi. Sen 80 ko'ygan deydi, 80 ko'y qaytarib berdimi? Endi bu o'zi to'lgan tovarni qaytarib bergan bo'ldimdi. Endi to'lgan pulni qaytarib oladi. To'lgan pul nech pulda? Manch pul. Uni qaytarib oladi. Demak, ya mushuni tanlaydi yoki imdaihi as-sil'ata bis-saman alladhi sahha. Yoki shu haqiqiy to'g'ri bo'lgan baho bilan savdo tutkizib Sahha degani shu haqiqiy baho. Iqtiboamiz. Va rabihahu ala hisab. Shu malamizda qo'yib turlar, malamizda qaydi ekan, qaydi lekin shu intat sila. Ko'ngil aptim, bu ko'ngil kiyib yo boshqa bir hadiya qilib bo'ldim, bu ko'ngilni yondirib qo'ysam ko'ngil yo'q. Qanaqa qilma? Qiymatini. Mush ko'ngil nech pul bozorda? Manch pul. Aslida bilan shuni qimmatida pul berman. Pul berib bo'lgan ekan, men sizga hozir ash tovarni qaytarib berib bo'lgan bo'ldim. Endi men pulni erishim kerak, pulni qaytarib bersizlar dedim. Buni o'yinda ishora qilamiz demoqchi ekan. Xaridor qaytarib berdimi? Ma'noda Eski ko'ngil bo'lsa, xaridor ko'ngilni qaytarib berib, pulini olmoqchi edi. Ko'ngil yo'q, qanday qildi? Ko'ngilning pulini, qimmatini berdi. Endi pulini qaytarib oldi. İbarada kemaptı ekan, shunday desak, bak tushir ekan endi. Endi sal shunday qilyapman. Bunda dedi. To'tona. Aslidagi nima qimmatroq bo'ldi. Hozir ma'da, masalan, 90 ko'yga olgan narsani 100 ko'yda ortiq deyverishim boshlanami? Yoki tuvan deb silishim bor. Ikki ehtimollik bordi. Cho'qim u unda yuqurlar deb sanmaydi. Cho'qim bu ezib ketib, bir xatolashib 90 ko'ylik narsani 80 ko'y deb qilib 80 ko'yga 10 ko'yga 90 ko'yga setib ketgan. Lekin amaliyotda bu 90 ko'yga olib ketgan buni. Mana va imkon aksar degan gap shu. Asl qimmati o'z degan ba satgan bahodan asla buni yuqori olib ketgan. Undan keyin yuqayyiru ba degan ay do'konchi hozir. Shu boshda bir elib 90 ko'y qilib 80 ko'yga oldim deb setib salgan shu do'konchi ixtiyorlikni beramiz. Bayna raddihi lil mushtaril qiyma ikkining oralig'ida ya mushtariga, ya'ni setib olgan kishiga qimmatini qaytarib berdi. U olgan pulni qaytarib berib, nima qildi? Hali tovar yo'q shu. Yuxayyirul ba'u bayna raddihi lil mushtari al-qiyma degani shu o'ttirda qo'yilib ketgan qimmat o'g'u. Lil mushtari al-qiyma ishada hozir setib oluvchi bu ahvolda shu o'ttirdagi farqni to'lishi lozim. Hozir masalan xato gap qilib qimmat setib olgan chog'da to'laydi-ku. Endi nima azon soldi bu zentatga ahvolda mushtari kim narsani bildirdi. Uning oldida aqal deb jiqidim chiqib qolganda. Aqal deb. Aqal bo'lsa anda bir taraf qilamiz dedi. Endi bu yerda aksar bo'lsa bundan bir taraf qilamiz. Va in kanatul qimatu aqalla yukhayyarul bai'u. Demak bu aslida azon setib soldi. Va in kanatul qimatu aksara deydi. Asli qimmat optikan bu. Lekin azarroq oldim deb ziyon tortibroq setib qolgan bo'lsa, endi bu ixtiyorlik kimni bo'ldi? Do'konchi bo'ldi. Chunki ziyon tortish shu. Bayna raddihi lil mushtari al qiyma. Mush setib oluvchiga bir narsa qaytarib berdi bu hozir. Qiyma degan to'g'ri. Ash pul hozir setib oluvchi nima berdi shunga? Ya dollar, ya junay, ya qo'y berdimi? Masalan 100 dollar bergan bo'lsa, endi 100 dollar bo'lmasa 600 qo'y berdi. Qimmati degan gap shu. Endi tushdimi bu? Ash pul hozir qo'lda saq bo'lsa, shu pulni o'zini qaytarib berdi. U pul bo'lmasa, ash pulning qimmatini qaytarib berdi. Endi tushdi. Bu bunda bo'lishi mumkin. Sotquchi tovar bo'lmasa-mu, ziyonni tuzlamoqchi. Shunami? Ikkining birini qildi. Mushtariga shu raddiy samanni boshqa bir deydi, pulni qaytarib berdi. Tamam. Endi pulni qaytarib bergandan keyin bu tovar yo'q, nima qaytardi mushtari desa, mushtari uningga qimmatini qaytarish mumkin yoki matlani qaytarish mumkin bozorda topilib qolsa. Ma'adir el oldimi bu? Endi u samanning o'zi do'konchida yo'q. Dollarga setgan dollar yo'q bunda. Qanday qildi? Shu dollarning qimmatini qaytardi. Hozir mana shu. Menda tasavvur qiling. Do'konchi xato o'ylab, bahoni turan hisoblab, xato o'ylab qilib turan setib qolgan. Endi keyin qarasa, bu tovarni iste'mol qilib bo'lgandan keyin, istehlak qilib bo'lgandan keyin ayon bo'ldiki, buni men xato setib sotdim. Shuni bu do'konchi ziyonni tuzmoqchi. Hozir da'vochimi shu hozir?
Ma qarashikil deydi. Mushşarda dükançıga ixtiyorlik bermas. Sen qulağında şu adam, şu setib olgan pul bo'lsa, o'zi sanab bergan pul. Shuni tartibga tashlab qo'ydi-ku, shu pul bo'lsa, shu aynisini shundan ham qaytirsa deydi. Ha, uni nima qaytirishi taqamdi. Bunda qaytirgan chaqda adam ishlatib bo'lgan narsani qaytira olmaydi, nima qaytirdi bo'lsa, imkon masliyan falmisl. O'qishilab qolsa o'qishini o'qishi bo'lmasa, shuni qimmatini qaytirdimi? Bozorda hozir nech pul? Asli bahasini qaytirdi. Endi ma dükanchining qo'lida u bergan pul yo'q ekan yoki qo'y bergan bo'lsa qo'y yo'q ekan, dollar yo real ekan deydi. Bu chaqda shuning qimmatini mushtariga berdi. Ana mushtari u qo'lda ko'ngil qilmagan ekan, yana bozor bahasi qimmatini ammaga bergan bo'lib qaytirdi. Yana mushtariga qaytgan zimbarman do'konga ya birinchisi bay'an qaytadi deganda bo'lsa benraddihi mushtari raddihi deganda damir aşı bay' qaytadi. Birinchisi bay'an, ikkinchisi yani bayna an yaruddal bai'u al-qima aw al-thaman. Va endi qildim. Demak, ashunda qaytirish bilan qaytirish bo'lib ketadi, ammo ham bermagan bo'lgan gap. Yoki imdaihi as-sil'ata bis-saman alladhi asla o'zini ish bulg'atgan manjpur. Ana unga foydasini qatib, to'g'ri baho bilan e'lon deydi. Bo'lmasa, makinga kampagan pulni berdi degandek deb keladi. Aslida unda 80 yildan yo'q setib qoldi endi. Kimin to'liqlashsa, shu to'g'ri o'zining satmoqchi bo'lgan hozir satgan bo'ldi dedi. Mesela aslida 100 ko'y olibdi. 100 ko'y olgan narsani 90 ko'y oldim deb o'ylab qolib, 100 ko'yga, ya'ni 10 ko'y foydasini setib chiqgan bu. Endi hozir ayon bo'ldiki, buni asli 100 ko'y olgan. Endi 10 ko'y foyda bo'lsa, endi 110 ko'y bo'ldi. Demak, hozir endi xaridor 10 ko'y pulni qaytarib bersa, mushtariga ham qaytarib ketganda 10 ko'y pul qaytarib berdi. Pulni yo'q odamdan ko'ngilni kiyib bo'ldi. 10 ko'y pul bayram chiqdi. Ya bu shunda tushunganda qilib sal boshqa narsa o'ylagandikilar qachida u mazmundan qochib ketgan bir nima ekan. Wa amma idza ba'a ar-rajulu sil'atahu murabahatan thumma aqama al-bayyinata anna thamanaha akthara mimma dhakarahu wa annahu wahima fi dhalika wa hiya qa'ima. Ma'lumda wa hiya fa'ita mas qa'ima. Biz başta qa'ima altını nima qilgan-ku? Ana shu qa'ima altining tam aksi ma'lum. Mana murabahatan bir tovarni setibdi. Ondan yo'q bu men xato setib qoptganman, asli bu qimmatrakkan va azan setib qoptman deb uning asli haqiqiy bahosininki 90 ko'y emas 100 ko'y ekanligini isbotlabdi. Va annahu wahima fi zalik. Yani men xato o'ylab qoptiman. Lekin shu chog'i tovar bor ekan. Bu ko'ngilni kiyitib bo'lgan emas, tovar bor ekan, ko'ngil bor ekan. فقال الشافعي لا يسمع من تلك البينة لا يسمع منه بالإشكال منه ماله لا يسمع من تلك البينة كان تلك البينة من إنشاء زائدا o ispatın hiç mi kulak sanmayımız hiç mi gelmekçi لأنه كذبها çünkü o yalgan yap kılan dedi yalgan yap mı hata öyle kalan bolsun mümkün hata öyle kalan bolsun mümkün. Bu İmam Şafii'nin kelgan mush qarashma İmam Ahmad'dan bir rivoyat ekan. Xato o'ylab qolgan. Ya'ni 100 ko'ylik narsani aslida xato o'ylab qolib, men 90 ko'yga oldim-ku deb o'ylab, 90 ko'yga men olgan, 10 ko'y foydaran deb 100 ko'y sotgan. Asli 110 ko'yga sotmoqchi bu. Yani 100 ko'ylik narsani 90 ko'y deb o'ylab qolgan. وقال مالك bu İmam Ahmad'dan bir rivoyat, yusma'u minha. Onun dalil paketini tanışaymiz. ويجبر المبتاع على ذلك الثمن. Aşu torbağa mecburlab satılmaz. Yani kimini bir vesile buldu, 10 koyunu bir vesile buldu demekçi. وهذا بعيد dedi. Yani bu ne ibaret? Nuriş hazır bu tercih kılıp hani acizleştirdi. Yukarı sel callıkta görünmedi. Bana acizleşti onun. وهذا بعيد لأنه بيع آخر. Bu bekçira çünkü bu başka bir soda. Bu başka bir soda olanlıkken ihtiyarlı buluş gerek bunun zorlayıcı iş yok dedi. وقال مالك في هذه المسألة İmam Malik muş meselede bunda diyen dedi. Yani bu başka tarmak yapılama bu. İza fatatis sil'atu bu adı konulakını kiyip boğan ahvala. Ennel mubta'i muhayyarun beyne en yu'ti kıymetis sil'ati yevme qabadaha ev en ya'kudaha bis-semen lezî sahha.
Bayten sila qayma degan. Hamda mushu sila tovar hozir ishlatilib bo'lgan ahvolda setib oluvchi ikkidan birini tanlasi bo'ldi. En yo'te qiymati sila yawmi qabida. Qo'li topshirib olgan kunligi qimmatida to'liqlab berishi demoqchimishadi. Kimin to'liqlab berishga aw ayyakhudha bis-saman alladhi sahha. Qo'li topshirib olgan kunda ashu narsa bozorda nech pul bo'lsa, shuni berdi deydi. Yoki xato o'ylab qolgan emas, to'g'ri baho bo'yicha oladi. Ustiga foydasini qo'ndirib oladi demoqchi. Ikkining birini tanladi ekanmiz. Fa hadihi hiya mashhuratu masailihim fi hadha al-bab. Mush babda bayan murabaha babida fuqahalar bahs qilgan mashhur masalalar mushular. Mashhur bo'lmagan nurg'un masalalarni biz bahs qilmay qo'yib ketdik. ومعرفة أحكام هذا البيع تنبني في مذهب مالك على معرفة أحكام ثلاثة مسائل. İmam Malik'in mazhabida mushu so'dining ahkamlarini bilishimiz, nimaga qarashliq, nimaning ustiga qurildi bo'lsa, uch masalaning hukmini bilishga qarashliq. Shuning ustiga qurildi. Ham uch masalaning hamda bir-biri bilan bunda murakkablashib, giralishib ketgan, kirishib ketgan chaqlardagi ahkamlarni bilishga bog'liq deydi. Qaysi uch narsa? Hukmu mas'alatul kadhib, yolg'on aytish masalasining hukmi va hukmu mas'alatul g'ish, saxt qilishning hukmi va hukmu mas'alatul vujudul ayb, ayb bilib qolgan chaqda qanday bir taraf qilishning hukmi, mush uchga chetishlar. Fa amma hukmul kadhibi faqat taqaddama. Biz yuqorida yolg'on aytib qanday bir taraf qilishni yana bayon qilib o'tdik. Va amma hukmur radd bil ayb, ayb chiqib qolgan chaqda yondirib berish masalasimi? فهو حكمه في البيع المطلق. عادة normal sodada ayb chiqib qolsa qanday qildik? Ayb bilan yondirdik. Shunga o'xshash deydi. Va amma hukmul g'ish indahu فهو تخيير البائع مطلقا. Hamda aldab golli o'tish masalasi bo'lsa, Imom Malikning nazarida aldash bo'ldi ekan, cho'qim takhirul bay'amni takhirul mushtarimizmi shu. Takhirul bay'ni saqlashni nomada qo'shqoni bilishi. Ya takhirul bay'a umay mushtariga shu huquqni berish degan bo'lish kerak aslida. Saqlashni bilishi o'g'aniga albatta mushtariga beriladi-da huquqni. Yo'q, biz hozir takhirul bay' degan shu nimaga birimiz degan bor. Takhirul bay' degan sotqishga ixtiyorlik berish degan. Fa huwa takhirul bay'a mutlaqan. Va amma hukmul g'ish indahu, yani bu bay' g'ish qilgan turliq qo'lda ixtiyorlik olmaydi. Cho'qima mag'shush, g'ish oldin ketgan odamda ixtiyorlik, ya uni oladi, ya gandiritish ixtiyorlik bo'lish kerak. Shuni bir ehtimollik bor ekan, takhirul bay' degan. Sen bu arada qayyara degan mutaaddi fe'l. Sen qayyartuhu desam, ben ixtiyorlik huquqini unga ba'din degan gap bo'ldi-ku. Ixtiyorlik huquqini ba'din bo'ldi. Ana degan takhirul bay' degan sotuvchi huquqni sotuvchi ba'da degan ma'noda chiqadi. Mutaaddi fe'l bo'lgan ekan. Yo'q. Yani mesela mef'ul okunmay fa'il qilsak mesela fa'il muzaf bo'lgan mesela qanday o'qisa takhirul bay' yani o'zidan izofatlaji o'ziniki mef'ul izobat qilmay o'zini fa'il izobat qiladi. Shekilda xayyarul bay' ya bu ixtiyorlikni berish hozir biz qazo qilib hozir shu ixtiyorlikni bera oladi. Mushtari birdi. Mushtari biramdi yoki hozir bu yerda biz do'konchiga ixtiyorlikni bermaymiz deydi. Sotuvchininki ixtiyorlik berishi deb tarjima qiladi. Sotuvchi ixtiyorlik bermaydi. U sotuvchimi hozir muddaiyning birisi. Qazoqning ixtiyorlik bermoqchi, bir taraf qilmoqchi. Takhirul bay' mutlaqan. Olmanchilikni o'zi qilsa, ixtiyorlik shunda. Yamanın mecbur kalsan Yamanivan kalsan Manivan deb manda belirmek. O gün geçen olmaz istiyor. Kalsan Manivan kalsan Manlar. Öz bahası asan meyli degan ekan. Bakın müşterinin sözünü aşkar keltirmese ibaret. Mayli, endi deb turilamdi. Endi hukmul g'ish qilibdi. Qilgankan men g'ish qilib sotdimmi? Xalslar ma'ni qilslar, xalsi ma'ni qilslar demakchi ekan do'konchi. وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُلْزِمَهُ الْبَيْعَ. Çoqum alısı deb tura olmaydi deydi. Demak, do'konchi hozir ikkining birini tanlashlar ixtiyorlikni qo'ymoqchi keldi, mushtariyning oldiga. Lekin çoqum alısan deb birisiga zo'r olmaydi do'konchi. Wa in hatta anhu miqdarul g'ish. Mushtari o'xshaydimi shu? Mushtari endi. Mushtari deyishga majbur bo'lsizlar. Hamma nusxada bay' debdi.
Adatda bay' degan bu mushtari ma'nosida asli lug'atda. Al-bay' va shira degan min al-abdar. Yani bir iş bo'lgan. Avchimiz satishni ishlaydigan nima shu ma? Bizning tilimizga mushtari deb tushunsak bo'ldimi shuni. Mesela şerauhu bi tamanin bahsin ve ba'uhu degan gap shu. So'zchi degan gapda ahli sotgan bu, sotgan bu. Çünkü mübadele emasmi bu? Bay' degan. Maşi ve leysa lil bay'an yulzimuhu al bay'. Yani müşteriga cho'qim olasim shuni deb tanmaydi. Ve in hatta anhu miqdar al ghish. Mesela g'ish qilish 10 ko'ylik degan bo'lsa, 10 ko'yni tushirayotdim mana. Cho'qim olasam-da, endi g'ish yo'q-ku deb tura olmaydi deydi. Kema lahu zalika fi mas'alatil kadhib. Yolg'onchilik masalasida shunda deb turasi bo'ldi degandi. Lekin ma masalada g'ish masalasida unda emas. Hada indi ibn al-Qasim. Bu ibn al-Qasimninki Imom Malikning qarashini naql qilishlik gap ma. Başta İmam Malik'ten Bekir İbn Qasim deb qo'ydi. Yani bizning ustozimiz İmam Malik mushunda qaraydi deb Ibn Qasim shunda mazhabini o'tirib qo'ydi hozir. Va amma endi ashhab İmam Malikning shogirdlaridan bu dedi yo'q bizning mazhabimizda İmam Malikning nazarida unda emasda. Mana fa innal ghish indahu yanqasimu qismayn. İmam Malikning nazarida g'ish ikki turlik bo'ldi. Qismun muassirun fi thaman bahaga ta'sir ko'rsatadigan turi, yana birisi ta'sir ko'rsatmaydigan turi. Fa amma ghayrul muassir, ta'sir ko'rsatmaydigan turi qolsa, fala hukma indahu fihi. Ta'sir ko'rsatmaydigan bo'lsa, uning hukmi yo'q, g'ish bo'lmagandek bo'ldi deydi. Va amma muassiru fa hukmuhu indahu hukmul kadhib. Endi bahaga ta'sir ko'rsatadigan g'ish degan o yolg'onchilik qilib satqanga o'xshashlan bo'ldi. Ve emmelleti tetarakkabu fehi erba mesail. Bazen bazı taraftan sahtılık qilgan bilan o sahtılıkning o bahağı zat nasıl çok sahtılık bo'lsin. Başka bir taraftan. Ve emmelleti tetarakkabu fehi erba mesail. Unda şu el-kezib, el-g'ish vel-ayb mush meseleni bir-biriga shunda chatqandikilar bundan murakkab masala kelib chiqadi. Addiy masala emas, murakkab. Yani ikki kashila ya ikkidan jiqroq 3 kashildan tarkib topgan bir narsa kelib chiqadi. Yani 4 xil masala kelib chiqadi deydi. Mesela kezbun va g'ishun ya kezbun va tadlis va g'ishun va tadlisun bi'aybin. Tadlis deganmi aybini o'shirish, ha? Neden? Mashi? Kezbun va g'ish va kezbun va tadlis yani ikhfa al-ayb demakchi. Va g'ishun va tadlisun bi'ayb va kezbun va g'ishun va tadlisun bi'ayb. Yani kizb bilan g'ish ikkisi tang bo'lgan bir so'z bo'ldi. Yani birisi kizb bilan aybini o'shirish bo'lgan bir so'z bo'ldi. Yani birisi g'ishun va tadlisun bi'ayb. Saxtalik qildi, yani aybini o'shirgan bir so'z. Yani birisi va kizbun va g'ishun va tadlisun bi'ayb. Uch jam bo'lgan bir bo'ldi. Yani hatta şu üç ayıpni şundan tür çıkarsanlar şu tür türlük çıkıyor. Ondan baş çıkmaydı. Bu aslı mezheb İbnül Qasim, yani İbnül Qasim'nin tutkan yolunun tigi ne görüp takıldı olsa fiha muşu meselede ennehu ya'khud billezî baqiya hukmuhu in kana fata bi hukmi ahadihima ev billezî huve ercahu lehu in lem yafut hukmi ahadihima. Birisi qo'ldan ketib qolgan bo'lsa, ikki ayib bor bunun hazır. 2 ya 3 ayib bor. Bunun aşu hükmü kapqagan şunu hisoblaydi ekan. Lekin o'tib ketganini hisoblamaydi ekan. Bi hukmi ahadima ev billezî ercah. Mesela ikki ayib bo'lsa, qarshi ig'ri bo'lsa, shuni hisoblaydi ekan. Yoki birisi yo'qolib ketib, kapqagan naq qildi bani hisoblaydi ekan. İmma ala taxyir haythu yumkinu taxyir. İxtiyorlik bagil bo'lgan ahvolda ixtiyorlik berib, avval jam'i haythu yumkinu al-jam'. Mesela g'ishnisda insini g'ish qilibdi. Lekin ixtiyorimiz, yondirib bo'lmasa, rozi bo'lsan, al degandek. Yolg'onchilik masalasida shuni dedi masalan. Ba'zi yolg'on so'zlab masalan 90 ko'y deb, endi 80 ko'ylik bo'lgan bo'lsa, yolg'on so'zlagan bo'lsa-mu, keyin ansa yana 100 ko'yga to'xtam bo'lsa, yana azam deb o'tishi mumkin. G'ish qilgan bo'lsa-mu, masalan. Avval jam'a haythu yumkinul jam'a. Jam'a degani ham so'zini qilib o'tish, ham ashuningki g'ish qilgan miqdorini berish masalan. Farqini bir aludu, hem so'd bo'laverdi. Yani aslında bir jamlab nim qilishmoqchi. Va tafsil hada layiqun bi kutubul furu. Albatta bu shu turlik voqelikda, 3 turlik chataq hozir bir-biri bilan kelib qolsa, 4 turda keldi ekan. Jamlashib kelib qolsa.
Bu töttürününki her birisininki her birde kanda bir taraf kılışta da ahval qarab, ma igraq olsa ya manda bolsa ixtiyorlik belgili bulamdı, bulmamdı ya ikisini tang bir taraf qilgil bulamdı da bunda ahval qarab ish tutgan deydi. Lekin bu hamda ash furuat kitaplarga loyiqroq masalalar. Buni paçamburat tarmoq masalalar. Yani Kutubul Furu degan mazhabning hamma masalani tafsili bayon qiladigan ash kitoblar demakchi. Demak, Ibn Rushd kitobi Kutubul Furu emas degan. Nima kitobunda bu? Kutubul Qawaid al-Fiqhiyya. Kutubul Qawaid al-Fiqhiyya. Yani fiqhi qilib, mesela mush bir babda 50 masala olsa bu 5 masalani bahs qilib 40 başını bahs qilmay ketadi-ku. Aş 40 başdan mush biz bahs qilgan mush 40 tashlarsam bo'ldi deb ketdi. Shuni Kutubul Qawaid deb qo'yadi. Shuni Kutubul Furu'da bahs qilsa uni, bizningki Kutubul Qawaid demakchi. Yani mazhaba İbnül Qasim ve gayrihi. Yani İbnül Qasim'nin, Eşheb'nin, yani birisinin mush masalani hal qilishga qarashlarini Kutubul Furu'da bahs qilsa shunga loyiq demakchi. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.